Assalomu alaykum o'rtoqlar. Kuni kecha biologiya milliy sertifikat imtihonini natijasi chiqdi o'rtoqlar. Juda katta yangiligimiz bor. 1 yilda shug'ullanib o'quvchimiz 100% lik A darajani qo'lga kiritdi. Buni tabriklaymiz ozod o'quvchimizni. Sal avval o'sha imtihonga kirgani, qanaqa savollar tushganligini video qilib tayyorlab olib chiqqan edik. Mana ko'rib turibsizlar. Juda ham xursandman, juda ham zo'r xursandman. Juda zo'r natija chiqdi. Mana 100% lik natijani qo'lga kiritdik. Yana 1 yil deganda o'rtoqlar, 1 yil deganda. Yana uni ham qo'yinglar. Yana mana yangilik ikkita bu, ikkita o'rtoqlar, ikkita. Undan sal avvalroq kimyo fanini ham, mana kimyo fanini ham milliy sertifikat chiqqan edi. Sanalari bilan qaranglar, ishonmasanglar. 1 yil tayyorgarlik ko'rdi, 9-sinfga yonimizga kelgancha edi. 1 yil tayyorgarlik ko'rib, hali 10-sinf bo'lib turib, ikkita fanini ham 100% lik milliy sertifikat bilan yopib oldi. O'ylayman, hozir hammalari qiziqyapti. Bu 1 yilga qanday qilib erishdi? Boshqa o'rtoqlar. Men sizlarni aldamayman. Hammasi haqqoniy, toza, real holatda. Ishonmasanglar, profilimni ko'rsanglar ham o'sha videolarda chiqqan bu o'quvchimiz begona emas sizlarga. Endi bunga qanaqa bir sehrli damlama eshitdingmi bu? Bir sehrli yo'llari bormi? Sirli usullari bormi? Damlamamiz yo'q. Faqat qanaqa qilib bo'lganini hozir emas, keyin YouTube kanaliga joylanadigan videoda tushuntirib o'taman. Demak, keyingi bir podkast tayyorlaymiz. Hozir Instagramga to'g'ri kelmaydi bu, juda ko'payib ketadi vaqti. Shuni podkast qilib tayyorlaymiz, uzoqroq bo'ladi. Hamma savollaringizga, hamma qiziqtirgan savollaringizga javob berib, qanday jarayon bo'lgan, u 1 yil davomida qanday tayyorgarlik ko'rgan, vaqtlari boshqasi hammasiga batafsil javob berib tayyorlaymiz. Aslbek biolog YouTube kanaliga o'tib tomosha qilasizlar. Demak, kanalimizga obuna bo'lib, kuzatishni davom eting o'rtoqlar. Mart oyida milliy sertifikatga kirmoqchi bo'lsangiz, qanday tayyorgarlik ko'rishlarini o'rganib olasiz. Xo'p, o'rtoqlar, agar kim mana shunaqa 100% lik milliy sertifikatni qo'lga kiritmoqchi bo'lsa, kelinglar bizning Yoshlik Medschool o'quv markaziga yoki onlayn darslarim bor, onlayn darslarimga qatnashinglar, men sizlarga yordam beraman. Mana shu 100% lik milliy sertifikatni qo'lga kiritishlaringizga.